Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzumlar olami kanali bugun Oltiariqda. Uzumlar olami bugun Oltiariqda. Uzumlar anjumanida bugun 8-avgust 2026-yil. Mana hamma mashhur ustoz uzumlarimiz mana Abduvohid aka, Ashura akalar, Qozog'iston, Qirg'iziston ko'p joylardan mehmonlarga kelishgan. Assalomu alaykum, Abduvohid aka, yaxshimisiz? Mana Samarqanddan Otamurod aka, Sotabek aka. Mana Abdultolib aka qizig'i oldinda. Mana bu yoqqa dorilarni stendini qilishibdi. Turli xil bular haqida ma'lumotlar keyinchalik beriladi. Nima uchun Oltiariq deydi? Biz o'tirgan joy. Shu 500 metr sal yuqoriga chiqilsa, Shohmargondan qoqib keladigan Shohmargon soy soyimiz 6ga bo'linadi. 6 ta ariqqa bo'linadi. Mana uzumlarni xil uzumlar. Otabek ekan. Tanib turibsizlar? O'zingizni rezaman. Yonma-yon Renessans. Ha. Yeb ko'rsa degustatsiya. Ha, san'atga gap yo'q. Renessans? Ha, bu rezamat. Ajali deyishyapti. Bu ajal bo'libdi o'zi bu. Albika mana, bu ham yirik bo'ladi. Excaliburni qarang kattaligini. Go'zal. Manikür fingerga o'xshar ekan. Suzana mana maydaloni bo'lar ekan. Suzana degan. Tornado. Boshini qarang kattaligini. Bozorga chiroyli turadi hammasi. Kish emas. Dorilar urug'i yo'qotilgan. Mana o'zimizning milliy seleksionerimiz Anvar aka Yakubov ham chetdalar. Hamma uzumchilar O'zbekiston bo'yicha eng old uzumchilar. Alisher aka Jo'raboyev ham chetdalar. Ko'rib turibsiz. Shuhrat Agro xizmatdalar. Abduqayim aka bilan. Bitta Komoldan ekan taniysiz. Hamma shu yerda. Mana hozir Agrostar namunaviy bog' qilishgan ekan. Mana uzumlarni donlarini ko'ring. Yirik. Chiroyli uzumlar ko'rgazmaga qo'yilgan. Qizillar qarang. Hamma uzumchilar shu yerda. Umid uzam shu yerda. Va akani ham taniysizlar. Video hozir mana Abdumannop akani bog'lariga keldik. To'g'rida bog'. Bu yerda mana furalar kelib, yuklanib, angarni kattaligini. Bu yerda ham degustatsiya. Daladan svejiy uzib chiqilgan uzumlarning degustatsiyasi bor. Bu Dubovskiy rozovый. Ha, burgutdilar. Bu bilmadim. Turkman go'zali bo'lsa kerak. Manikür finger ekan bu taraflar. Mana juda ham chiroyli. Boshini kattaligini ko'ring. Manikür finger. Havas qilarli darajada. Juda go'zal. Avatarlarni ko'ringlar. Yirik. Chiroyli, qop-qora bo'lib turibdi. Bunisi boshqa nav ekan. Mana qarang.
Oy. Ma'lumot o'rnida mana bitta uzundan, tanasidan mana buyog'i mers uzum ketgan. Mana ko'rib turibmiz ana boshlarini. Dumaloq mers uzum. Endi xuddi shu uzumni buyog'idan mana payvand bo'lgan. Baba avatar. Holati juda yaxshi. Qaytmagan. Yaxshi turibdi. Ya'ni balans bor. Mers uzumi bilan juda to'g'ri kelibdi bir-biriga. Yaxshi holatda turibdi. Tarang. Yashilligi chiroyli qilib qo'yilibdi.